O'zingizni tanishtiring aka. Qayerdan keldingiz? Men Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida. Aha. Nima bezovta qilyapsiz? Qayeringiz og'riyapti? Belim grija. Grija? Qaysi oyoqqa og'riq beradi? Chapga, o'ngga, ikkovgami? Necha yil bo'ldi dedingiz bunga? 3 yil. 3 yil 4 yil. 3 yil 4 yil emas, oldiga bir qo'shib ayting-da. 13-14 yil bo'ldi desangiz, hozir MRTingizni ko'rdimda, o'mirtqangizda dimg'ozangizni birinchisida S1 deyiladi, shunda siljish ham bor, yiqilish bo'lgan qachonlardir. Bo'yinlar qanday aka? Chapga, o'ngga og'riydi? Ha, sabr, boshlaymiz. Qani, ko'ylakni yeching aka, yotib olasiz. Ko'ramiz. Bo'ladimi ishim? Yechsangiz yaxshi-da, endi aslida yechilgan holatda ishlashi kerak-da, mana o'rtalar holati ham ko'rinib turadi. Akani talablariga binoan o'zi aytdi-da, video qo'ying. Video qo'yganim yo'q, bitta gaplarim boshladi. Endi ham oldin ish qo'ygan aka. Shunda Kimmasini ish qo'ying shunda. Bo'ldi, yoting. Qo'lingizni orqaga qo'ying, yonga, o'zingizni bo'sh qo'ying. Şeyler. Hadi boramiz. Og'ridimi aka, qarang bu mushak. Yo'q. Og'riq sezmayman, qoptiki bular, qarang. Bu mushak emas, bu betonga aka, beton, qarang. Qotib yotibdi, tirish. Og'ridimi aka? Yo'q, og'ridi. Bu tomonni ko'ramiz. Bu yoqda. Og'ridi. Bu yerdachi? Yo'q, pastroq. Bo'yinni ko'ramiz. Bo'yi ham. Mana o'mirtqalaringizni holati. Bu yerda svarka qilib qo'yganday bo'lar ekan. Bitib qolgan bir-biriga, shunchalik yopishib turibdi. Qarang. Bu endi beldek aka. Bel o'mirtqasi. Skoliozingizdan bor, chap tomonga siljigan. Qani bo'sh qo'ying aka. Mana bu ikkita barmoqdagi og'riq bormi, yo'qmi ko'ramiz. Og'riyaptimi? Bitta og'riydi aka. Aka, o'zingiz bo'sh qo'ying, agar tiramang, bo'sh qo'ying dedi. Ishlashni galak qilasiz. Qani men bitta ko'raman, bo'sh. Og'riyapti. Bunisi ko'ramiz. Qani nima deydi bunisi? Yana. Pas. Dedi ko'ramiz. Yerdachi? Yo'q. Aniq yo'qmi? Bor, shu hozir. Aldamang-da aka, yo'q deysiz. Oyoqni bo'sh qo'ying aka. Bo'sh holiga tirishmang, tortishmang. Qarang, bir xil tortiladi, solishtiriladi, o'lchaniladi. O'ngga qarang. 1 santimetr farq bo'ladi. Mana bu kalta o'zi. Kalta o'zi. So'zing, chiqochaga. Og'ridimi? Mushak. O'ldiradi. Bu yerda. Bir og'ritib olamiz aka. Nimaga deganda qotib turibdi. Bir bo'shatib olaylik ozgina. Bo'sh qo'ying aka, og'riydi, ketdik. Nima buksiyat qilasiz aka? Joyida turib tormozni bosib, gazini bosasiz. Bo'sh. Aka, endi tepaga qarab bitta yotingdan osmonga qarab. Ayak tomonga sillaydi, va teshikdan chiqmagan taraf. Boshqa ko'taring, qo'ying. Qo'lni berib qo'yasiz.
Herkes ayağına şuraya basıp biraz fıtta tortamız. Fıtta. Yok yok ben değil. Right, biraz sonra şuraya basıp biraz güçlülen. Her çalışmanın yüzüne ayıtamam. Qarang, qisqasi hozir men bitta tortaman rechka o'zimga. Menga qarab siljib kelmayapti, gram siljmayapti. Bosing degan bo'lsa, sarchoshni ortib qo'yasiz. Akasi o'zingiz bo'sh qo'yasiz. Bo'sh qo'ying. Og'izdan men kiritishga olasiz. Tortmang. Bo'sh. Bosing aka, kuch bilan. Bo'sh. Nima bo'ldi aka? Qirchitdi. Qirshetdim. Ochilsin aka. Tortmang aka, bo'sh deydi. Ha, bo'ldi. Ishlashimga lat qilyapti aka. Qo'shing menga aytganim Ha, qiling. Endi boyagida yotamiz aka, yerga qarab. Qorni bitta ko'taring. Shuni qo'l olamiz. Yo'q, qo'l bilan. Qo'lga tagan. Shunday. Yoting shunday. Demak, kalta oyoqni to'g'ri olamiz. Tizzani bukang. Oyoqni yelkan, o'z holiga aka. Unaqa emas, tirishmang. Yatishgan. Qanday tekis yoting. Chap tomonga, o'ng tomonga olgansiz. Shunday. Bo'sh. Qarang, tirs bo'ladi joyiga boradi. Bak, ketdik. Tirs deganni eshitdingizmi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Quloq qanday quloq eshituv? Yaxshimi? Quloq yaxshi. Hali yaxshi. Yaxshi ishlayapti. Boyagi gapingizga Suka deshdi. Ha? Nima uchun yanga yo'q? Yangi ham ketganda. Ha, bitgan demoqchisizda. Ketgan. Boshqa uylanmadingizmi? Yo'q. Nimaga? Topilmayapti. Shu Ko'p-ku. yerda bitta topdim. Bichib kelmiş. Mayli aka, mayli. Hamda o'g'laysiz. Bo'ladi. Demak aka, muolajani boshladik. O'zingiz bo'sh qo'yasiz, chiqirib ketdik. Muolaja ozgina og'ir bo'ladi. Yo'lon beramiz aka bo'lmasa. Yoshingiz nechi? 58. 58. Hali yoshda. Bizda aka baribir ayol kerakda. Kiringiz bo'ladi, ovqatingiz bo'ladi. Ayol kerak bo'ladi. Ayolga yer kerak. Qashqadaryoning bozoridan. Mana E'lon yuz ketdi. Telefon qilaveradi aka o'zingizga. Ko'tarib javob beraverasizda, haymi? Ha. Surishtiribdi endi baribir. Ayollar so'zlayapti. Ha, ayollar telefon qiladi. Turmushga chiqaman deganlar. Endi yomon niyatda emas, yaxshi niyatda. Aka bitta chuqur nafas olamiz, bo'sh qo'yib, nafas. Chiqaring. Yana bitta nafas. O'zingiz juda bardoshli, chidamli olamagansiz, ha, lekin. Qarang, yomon qattiq og'riydi-da bu. Yaxshimisiz aka? Yaxshi. Menga aytib turing aka. Nima bo'layotganligini. Hali ikkita ishlardan bir to'xtab olaman. Endi videoga hozir video qo'ymay qo'ydik. Videoni
o'zimizcha qo'yavermaymiz. Buni eshitib qo'yinglar, ko'pchilik kommentariyada yozadilar, ayollar ayniqsa videoga qo'yish shartmidi deb. Ha, kerak. Videoga o'zini ruxsati bilan qo'yiladi. Ikkinchidan adres 100 marta, million marta aytilgan. Yana oldin keyin aytib ko'ramiz, adres Jizzax viloyati Sharobashi tumani Yangidiyor mahalla uy sharoitida ishlaymiz. Agar unga ham tushunmasangiz, hozir shunda ham bitta video qo'ysam yana adres so'raydiganlar ko'p uchrab turadi. Videoni tagida isho degan so'z bo'ladi. Barmog'ingiz bilan shu so'zni bitta bosasiz, opисание degan joyi bor, ma'lumotlar chiqadi. Boshqa bu masala bo'yicha so'ramanglar. Shuning uchun kommentariyaga javob bermayman. Manzil so'raganlarga. 100 marta aytganman nimaga deganman. İlk telefon bo'lish masalasi, telefon bozor kuni ishlamaydi, ishlasa ham ko'tarilmaydi. Soat 9 dan to 2-3 gacha ishlaydi. Kechalari bezovta qilmanglar. Ko'pchilik tushunmaydi buni. O'zidan ketib qoldi deb o'ylashi mumkin. Bu yerda o'tirib, kuni bilan telefonga javob bersangiz, uni kim bilasiz. Yaxshimisiz aka? Huzurlarda nima gap? Gapirsangiz bo'lmaydimi? Tandir pishib Tandir olib bizda 1,5 kilo yedik uni. Ha, bo'ldi. Kelaman deb qoldingiz ya. Hazırda demak, bitta chuqur nafas olib chiqaramiz. Endi nafasni olasizda, nafasni ushlab turasiz. Nafas ushlang ketdi. Aka. Nima bo'ksanib qilyapti yana? Ha? Og'ridimi? Ha. Ana yana bitta nafas ketdi. Odamdagi hamma tomoni mushaydi. Oyoq tezimi, bel, dimg'o'za, qo'l, bo'yin, shu mushaylar harakatlantirib turadi. Bu mushaylarni nervni boshqarib turadi. Nerv tizimi qisilib qoldimi, mushaylar ishlamaydi, qotadi, og'riydi. Shuni hozir bo'shatyapmiz biz. Nafas ushlang. Yana bitta nafas ushlang. Xotirmayting yana deb. Otachi, otani eslamadingiz aka? Otam demiştim. Boshlang. Qotyapsiz, bo'sh chiqar nafas. Ha? Turishmang. Nafas. Nafas oling aka, nafas bilan ushlab turmang, meni kutmang, nafas olmang. Bo'shashadi. Mana shunday nafas olish kerak. Bo'shlang. Keyin yana bir gap, navbatga qo'yilyapti-ku odamlar. Navbatga yozyapmanda javobini jo'natyapman. Yana so'ravermangizlar, telefon qilavermangizlar. Ayt, shu 9, masalan 15-mi, 20-mi, 25-yanvarda keling deb yozildi, shu kuni soat 9 dan 2 gacha ishlayman, kelasiz. Tayyorlab yana shu kuni boramanmi, soat nechiga boraman? Keling, bo'ldi, soat 9 dan 2-3 gacha ishlayman.
Harekette çıkar, basıp çıkaramiz. Yengil. Qani ko'taring, bak shamol. Okey. Endi aka qarang, mana bu urilgan joy bor-ku, zarb bo'ldi, zarb solgan mana yumshoq to'qima ezildi, 1-2 kun og'riydi aka. 1-2 kun endi hammada har xil bu. Og'rib turadi, bunga yurinda o'tib ketadigan og'riq. Bunga menavazin degan dori bo'ladi. Spirtli shuni surib turasiz. Demak, aka, endi espiringizni mana joyiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ana shu dori. Shuda siljigan o'mirtaga smishkina deyiladi. Ana gapda chiqar, nafas olib chiqaramiz. Yengil bo'sh qo'yib. Yana nafas chiqaring. Qandaydagi boyagi og'riqlarni ko'ramiz. Qani nima bo'ldi? Og'riq turibdimi, yo'qoldimi, kamaydi? Bo'sh qo'ying. Og'riyaptimi? Yo'q. Berdagini ko'ramiz. Bo'sh qo'ying. Bo'sh. Berchi. Yo'q. Aniqmi? Oyog'imda oyoq. Qani bunisi? Bu yoqda. Yo'q. Berdagi. Yo'q. Spot. Umurtqa qisgan ochildi, og'riq yo'qoldi. Bu og'riqlarga sabab mana bu yerdan borib turadi aka. Mana bu umurtqani arasidan chiqib turgan yerlar, bular boshqarib turadi, boshqaruv tizimi ishga tushdi. Og'riq. Endi aka yelkani ko'krakka ko'taramiz. Bu yoqqa endi nuqul kayf aka. Har urganimda kayf deyaverasiz, qaymi? Unday emas. Peshonani qo'ying aka, to'xtang. Peshonani mana bu yerga qo'ying. Arqaga. Aka, menga qarang. Peshonangizni mana bu yerga qo'ying. Ana shunday. Tushundingizmi? Nuqul endi kayfli yurasiz endi. Aka, tirishmang, o'zingiz bo'sh qo'ying. Urgan bo'lsa-da mana tirishib yurish kerak. Bo'sh. Og'zni yuming. Boshga ikkita qo'lga ozgina to'kiradi, ketdik. Aha. Bo'sh. Qo'l. To'kirdimi aka? Necha volt deb o'ylaysiz? 200. Aha. Otajonim. Otingiz nima o'zi? Sobir dedingiz. Sobir aka 58 yosh, hali yosh yigitdek figuralariga qarangizlar. Qarang, bu figuralar uncha odamlar bo'lmaydi. Jotki. Och qoldi aka, sabr qilasiz. Ketdik, bo'sh. Nafas. Buni ushlab turmang, nafas. Ketdik, bo'sh. Bo'sh qo'ying. Endi aka padarka qoldi oxirgisi. Bo'sh qo'ying. Ko'taring, shamol. Bo'ting. Şöyle qarang holatini, qo'yib qotib beton bo'lib o'tirman. Yashang.
Düşmeyin. Qanaqa bitta tushamiz endi. Teknik bo'ldi. Boshqanda yaxshimi? Aylangan yo'q, og'rigan yo'qmi? Boshim. İşte çay içmedim, şunu aldım. Başka. To'g'ri, boshingizda bir g'alati bo'lib turadi aka. Nimaga deganda bosh miyaga qon aylanishi kuchaydi. Bosh miya shunga moslashguncha biroz tezroq turadi. Yuring aka, yuring. Hadi ko'ring, rahmat keyin aytamiz. Urgan joylar og'riydi, xavotirlanmang undan. Nima harakat bo'lganda bezovta bo'lardingiz? O'tirganda, yurganda, shu harakatlarni qilib ko'ring endi. Qani og'riq bo'ladimi yo'qmi? Bo'lsa menga aytasiz javobini. Otursun. Ko'p otursun orada. Aka, o'lday yuring, o'lday. Ko'krak tortinganda. Nasıl zaman sizden Ko'ring, qo'lni ko'ring, bo'yin, yelka harakatlarni ko'ring aka. ancha yaşaydı juda. Yaxshimisiz? Yengil. Yengilmi? Yengil. Ayting, nima gaplar bor edi? Yana bir tanishtirib qo'ying o'zingizni. Ben Qashqadaryo G'uzor rayonidaman. Mani doktor bani qo'li dard ko'rmasin. Juda yaxshiman hozir. Oldin og'riydi, o'tirilmaydi. Rahmat doktor bani. Akada 3 ta grejasi bor, bel sohada. Smishinasi bor ekan, hech birdan bo'zasini birinchi umurtqasi siljigan joyga taxlandi. Bo'yin, grundayda ham bor, ularda ham ochiqda tekislandi. Akaga Alloh shifosini bersin deymiz, nima deymiz. Endi aka bir 2-3 hafta 15-20 kun ehtiyot bo'lasizmi? Demak, og'ir ko'tarmang. Sohilda bitta joyda o'tirmang. Sohilda oyoqda tik turib uzoq yurmang. Issiqqina yuring, sovuqqa ham bo'lmaydi. Ovqatlanish farqi yo'q. Achchiq yemaysiz, spirtoy, kola, pola deganni olish kerak emas. Yotishda tepaga qarab yotiladi, yonboshga bu yonboshga bo'ladi. Qorin bilan yerga qarab yotilmaydi. Keyin kuzatuvchilarga yana bir gap. Ko'pchilik bordim, bo'lmadi, o'qildi, bo'qildi, umurtqani holatiga qaraladi. Umurtqada faqat greja og'ritmaydi, uni bilib olinglar. Umurtqada ham turli tuman kasalliklar bo'ladi. Undan tashqari umurtqaning yonidagi paravertebralning kvadratli mushaklari ham bo'ladi mana yonida. Ularda yallig'lanish bo'lsa, ular ham biroz bezovta qilib turadi. Buni xavotir olish kerak emas. Bordim, bo'lmadi, battar bo'ldim degan gaplarga ko'ramanda kommentariyada. Ikkinchi, uchinchi seanslar bo'ladi, davom ettirish kerak. Bittadan bu og'rib yurgan uzoq og'rib yuradi. Buni 15-20 minutda yallig'lanish tuzatib bo'lmaydi. Umurtqani ochiladi lekin. Shu gaplar. Sağlık salomatlik. Rahmat yaşayın.